Filchasini ham qo'shib beramizmi, aka? Mana bo'lsa Tailanddan kelgan. Tailanddan kelgan ekan. Buni ham qo'shib. Sizdan so'ramasdan $100 ga beryapsan, nima deydi? Berib yubordim. $100 ga. Assalomu alaykum, obunachilar. Men Namangan gullarini shundoq qilib yo'lda joylashgan 6-mikroyonda mebel do'konlarga tashlab yurganmiz. Ichkarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Okalar, mana ichkari ko'rinishi Zokirjon aka chiroyli narxlarda qilib berasiz. Obunachilar shu bo'lsa, xalqqa bo'lsa. Shunimizni jupini olganga qancha beramiz? 4 million so'm qilib beramiz Xitoyniki. 4 million so'm qilib berish ekan, Xitoyniki ekan, yaxshi holatdagi ekan. Keyingisi bu Italiyaniki, 3,5 metrli. 3,5 metrli. Dennisi 3 million so'm qilib beramiz. 2 million 800 qilib berasiz, aka. Bitta so'rashdi oxiri narxini. Bu o'tirgan yumshoq kreslo Bunimiz 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. 1 million 300 ga berib yuboramiz shuni. 1 millionga berib yuboradi xalqchi. Beramiz, aka. Bo'lsa, xalqqa bo'lsa 1 millionga berib yuboramiz. Xo'p, bu bitta yakkami yo jupi Bu bor? Ruminiyaning divani, bu toza divan hisoblanadi, yog'ochlik hisoblanadi. Buni 1 million so'm qilib beramiz. Buni ham 800 ming qilib berasiz. Bitta tanasi deb ketadigan odamga. Bu tirmoyimizning jupi bormi? Komplekti bor. Buni komplekti bu ekan. Buni komplektini necha pul qilamiz, 6 million so'm qilib beramiz. Aka, bo'lsa shuni xalqqa bo'lsin, to'y qiladiganlar ko'p. 5 million 300 naq bersa ham ketsin, ha. 5 million 300 ga berib yuboramiz buni. Mana o'ta ajoyib holatdagi ishlangan. Bu men matraslari ham chiroyli holatdagisini qancha qilib beramiz buni? 1 million 500 mingmi? 1 million 300 ming qilsa-chi, aka, $100 beradi deb ketaveradi. Mana $100 joy holatdagisi termosi bor, orqasida shpaneri bor. Qancha beradi buni? 5 millionmi? 4 million 600 ga nima deydi? O'rnatib beramiz. O'rnatib berish bilan mana 4 million 600 ga qilib berishar ekan. Mana o'ynalari, boshqalari ham o'ta yaxshi holat turibdi. Mana o'zini necha pul qilib yuboramiz buni ham bitta? Buni 1,5 qilib beramiz. Buni 1 million 300 qilib beradi buni ham. Hop, bu komplektimiz bormi? Bu ham komplektimiz bu ham. Hop, termosi, shpaner, yumshoq divan. Necha pul? Buni 6 million so'm qilib beramiz Italiyaniki. Italiyaniki ekan, bu yana 5 million 200 ming berasizlar, ketaverasizlar. Hop, pullar narxi yoqqan bo'lsa, bitta like bosamiz. Okalar endi ikkinchi do'konimiz. Ikkinchi do'konga tashlab yurasizlar. Zokirjon aka bilan ham bo'lmaqlayli. Bo'lsa, xalqqa bo'lsa, bu komplektimiz ham bor. Termosi, divani, shpaneri. Necha pulga beramiz? 4 million 900 ming qilib beramiz. 4 million 900 ming ana xalq uchun. Hop, bunimiz o'zi necha pul? Bunimiz o'zi hop 3,5 metrga 2,40 bo'ladi balandligi. Buni 2 million 400 ming so'm qilib beramiz. 2 million 400 mingga olma zo'r narx oxirini. Mana yumshoq mebel to'playmiz. Mana yumshoq kreslo. Buni kreslolari ham yotadi. Ha, yotadi. Ha, divanlari ham yotadi. Buni 2 million 200 ming so'm qilib beramiz. 2 million 200 ming so'm qilib berarkanlar. Mana yotish versiyasini bitta ko'rib olasizlar. Divanlari ham, kreslolari ham yotadi. Hammasi yotadi. Hop, bu turganimiz. Bu Xitoy servantimiz, chiroyli servant. Buni 3 million 900 ming so'm qilib beramiz. 3 million 900 ming qilib berarkanlar, lekin ishiga yarasha bu o'ta chiroyli ekan. Ispanskiy desa ham bo'ladimi, xolos. Hop, bunimizda komplekt. Bu mana komplektida termosi bor, termosi, divani, kravati, shkafi bor. Filchasini ham qo'shib beramiz. Mana filchasini ham qo'shib beramizmi, aka? Mana bo'lsa Tailanddan kelgan. Tailanddan kelgan ekan. Buni ham qo'shib beringlar aka. Qancha beramiz? Buni aka 6 million 900 ming so'm qilib beramiz komplekt. 6 million 800 qilib berasiz. Bitta so'radim, erkalik qildim. Mana film bonusga ketar ekan. Ajoyibmi? Shu filmni menga berib qo'ya olmaysiz? Hop, keyingisi shkafimiz bor. Bu shkafimizni 2 million so'm qilib beramiz. Akrilliki, svetlargacha yonadi. Shkaf o'zi. Shkaf o'zi. 2 million qilib beramiz. Ha, akrilda bo'lgan, polkada, vishilkada. Qara. Idealniy holatda. Zokirjon aka bunga nechta odam sig'adi? Ag'i-bag'i ikkitadan to'rtta. 5 ta odam sig'adi aka, hozir. Bular oxir narxini 2 millionga beryaptimi? Berib yubordi. 2 millionga beryapti. Bu divan o'zimi? Bu divanimiz Xitoyniki. Bitta so'rayman aka, sizdan so'ramasdan $100 ga beryapsan nima deydi? Berib yubordi. $100 ga berib yuboramiz shuni, turishini. Xitoy mebeli. Hamma narsalarimiz bevishni, lekin holat idealniy sostoyanida. Xullas bizni kuzatishda davom eting. Zokirjon akaning do'konlariga kelsangiz, sizni xafa qilmasdan jo'nataveradi. Shu chiqqan telefon raqamiga bog'laning va adashmang. Biz 6-mikroyon Zelyoniy bozordamiz. Kim kelmoqchi bo'lsa, eng qizig'ini aytaymi, Zokirjon aka xalq uchun, hop, Namanganliklarga dastlabki tekin qilib berasiz. Albatta. Gap. Albatta. Kelishlarni vodiyga chiqarib beraveradi. Voqegacha chiqarib beradi. Albatta.